Assalomu alaykum. 15-misol bo'yicha bir burchakda bissektrisasi va uni kesib o'tuvchi to'g'ri chiziq. Keyin betdagi burchaklar bog'liqligi x teng bo'ladi. Shu yerdan a ni b ga qo'shib 2 ga bo'lganda. Esladingizlar? Xuddi shu narsani birinchi mana bu burchakka qo'llaymiz. Bu burchakka qo'llaydigan bo'lsak, hop, 28 ga 4y ni qo'shib 2 ga bo'lsam 4x ga teng bo'lar ekan. Endi shu qoidani betga qo'llaymiz. Mana shu burchak uchun. Mana burchak uchun. 4x qo'shilgan 6x qo'shilgan 4 taqsim 2 teng 4y ga. Mana shu ikkalasidan foydalangan holda y ni topishga harakat qilamiz. Birinchisini soddalashtirib olsam 14 plus 2y teng 4x. Ikkinchisini soddalashtirsam 5x qo'shilgan 2 teng 4y ga. Bizga y kerak. Shuning uchun bu yerdan shu tenglikdan x topsam nima bo'ladi? X topsam, xo'sh, 7 taqsim 2 qo'shilgan y taqsim 2 teng x ga bo'ladi. X topganimda mana bu x o'rniga olib kelib qo'yaman. 5 ko'paytirilgan 7 taqsim 2 qo'shilgan y taqsim 2 qo'shilgan 2 teng 4y ga. Ochib tashlasam 35 taqsim 2 qo'shilgan 5y taqsim 2 qo'shilgan 2 teng 4y ga. Shuni davom ettirib qo'yaman. Bir tomonga o'tkazsam 8 dan 5 ayirsa 3y taqsim 2 teng bo'ladi. 39 taqsim 2 ga. Bu yerdan y topib qo'yaman. 13. Javob.